1994-yilda yapon olimi Dr. Masaru Emoto ajoyib bir kashfiyotni amalga oshirdi. So'zlarimiz atrofimizdagi dunyoni jismonan o'zgartirar ekan. Dr. Emoto talabalardan suv idishlariga "sendan nafratlanaman" va "sen muvaffaqiyatsizsan" kabi salbiy so'zlarni aytishni so'radi. Boshqa bir guruhga esa "sen zo'rsan" va "seni yaxshi ko'raman" kabi mehribon, iliq so'zlar bilan murojaat qilishni topshirdi. Suvni muzlatib mikroskop ostida ko'rgach, natijalar hayratlanarli edi. Salbiy ta'sirga uchragan suv tartibsiz, buzilgan naqshlarni hosil qilgan bo'lsa, ijobiy munosabat ko'rsatilgan suv nafis uyg'un shakllarga aylandi. Eng ajablanarlisi, tanangizning 70% dan ortiq qismi suvdan iborat ekan. Bu shuni anglatadiki, har bir aytgan so'zingiz hujayralaringizga to'lqinsimon ta'sir ko'rsatib, quvvatingizni, salomatligingizni va hatto hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun eng avvalo o'zingizga mehr ko'rsating. Atrofingizdagilarga ham ularni yaxshi ko'rishingizni aytishni unutmang.